Demak, 5-raqamda Muhammadjon Qudratov bahsga qo'shiladi. 3-o'zgarish bu raqiblarimiz tarkibidan. Mana bunday. Sariq ko'rsatildi. Zaxira hakami aytib o'tdi bosh hakamga Husaynzoda Muhammad Ashrafga atayin to'xtalib Abdullajon Toshev getralarni to'g'rilab olyapti deb. Substitution for Tajikistan, player number 14, Abdullajon Toshev, replaced by player number 5, Muhammadjon Qudratov. Tojikistondan o'zgarishlar raqamiga kirgan Abdullajon Toshev o'rniga o'yinni 5-raqamda Muhammadjon Qudratovga Shu ayrim lahzalarda futbolchilarimiz to'pdan qutulish vaqtini bilmay qolishyapti. Ya'ni raqiblarga kirishmoqda, bittasi muvaffaqiyatli chiqmoqda, lekin ikkinchisidan o'tsa ham uchinchisiga qarab borishyapti-da. Raqiblar ham tabiiyki qarab tomoshabin bo'lib turishmaydi. Vaqtida to'pni sherigiga kuzatish ham muhim. O'rolov. O'zmurodov. Foul ishladi u. Munavvar Anvarzod bilib turibdi. Bunaqa holat uchun sariq ko'rsatilmaydi. Raqibni o'tkazib yuborgandan ko'ra kichkina foul bilan to'xtatgani ma'qul. Fayzbek Ochilov. Fayzbek yuqoridan, juda yuqoridan va erkinchi holatdan to'p chiqib ketyapti. Mamatov. Bugun eng ko'p yugurganlardan biri bu Ro'zimurodjon Ro'zimurodov. Fadavsi Xalilov. Biroz chegaradan oshib ketdi hozirgi harakat. Kimnidir ovozini eshitgandek bo'ldim. Nazarimda Ravshan Haydarovning ovoziga o'xshab turdi. Ortga deb aytildi. Chunki hozir to'p Tojikistonda 11-raqamni aytib o'tishdi. Bu Firdavsi Halimov. Reportaj boshida aytib o'tganim, Firdavsi Halimov Tojikiston tarkibidagi eng faollardan biri. Texnikasi ham yaxshi ekanligini ko'rdik. Uzoqlashyapti to'p. Yo'q, bu yerda foul yo'q. Birinchi bo'lib boradi Nasrulloyev. O'rtaga tashlanyapti-da, shu aniqroq bo'lsa, saqlab qolish uchun ham kuch sarflashga to'g'ri kelyapti. Xo'sh. Nimadir o'ylab topaylik, yigitlar. Zarba, shu zarba unchalik kerak emasdi hozir. Ro'parada qancha o'yinchilar bor, kimgadir tegish ehtimoli katta. Outga
chiqib ketadi. Qarang, o'rtaga tashlanyapti-da, shunisi yomon. Shunisi yomon. Yo Mamatov oldinroq yurish kerak, yo sal kuchliroq uzatish kerak, Ro'zimurodovga yetib borish uchun. Xo'sh, 85-daqiqa. Serj Nazarovga sariq ko'rsatilganligi haqida ma'lumotni ko'rdingiz. Nasrulloyev o'rtaga. Va yana to'p yo'qotilyapti. Boz ustiga to'p bizdan chiqib ketmayapti, raqiblardan. O'rtaga tashlangan to'p bahsli holatda bo'lyapti. Husan O'rolov maydon tark etdi, o'rniga 6-raqamda Abdulaziz Bobirov tushdi. Va 11-raqamda Kamoliddin Akbaraliyev bahsga qo'shilyapti. 18-raqamdagi Hasan O'rolovning o'rniga. Hasan va Husan O'rolovlar o'yindan olinishdi. Kamoliddin Akbaraliyev esa murabbiyning menimcha so'nggi ko'rsatmalarni yetkazyapti sheriklariga. O'zbekiston O'rolov o'rniga 6-raqamda Abdulaziz Bobirov, 18-raqamda harakat qilgan Hasan O'rolov o'rniga Nasrulloyev, Yahyobek Nasrulloyev davom ettiradi. U bilan Bekishti Rajabzod kurash olib borganda Rajabzod sal ayyorligi bor ekan, bildirmay turib qo'pol ishlatib ketadigan odati bor ekan. Lekin buni zamonaviy futbolda yomon deb ham bo'lmaydi-da. Hujumchida qaysidir jihatlarda shunaqa xarakter ham bo'lishi kerak. Yana noaniqlik va bu biroz avval zaxirada maydonga tushgan Abdulaziz Bobirovda barcha jamoamizga tegishli bo'lgan. Butun jamoamizga tegishli bo'lgan kamchilikka aylanib qolyapti-da bu. Bobirov ham mana bu jarima nimaning evaziga yuzaga kelmoqda? Bobirov to'pni sherigiga uzatib ham bermadi, oldinga tashlab o'tib ham keta olmadi. Endi Rajabzodga nisbatan mana bu yerda endi Nasrulloyev qoidani buzdi. Boya Nasrulloyevga nisbatan Rajabzod buzgandi. Teskari holat. To'pni o'rnatayotgan o'yinchi Muhammadjon Qudratov, zaxiradan bahsga qo'shilgan futbolchi. 87-daqiqa hali vaqt bor, lekin raqiblar to'p bilan boya yuzaga kelgan vaziyatlardan foydalanishimiz kerak edi. To'g'ri hujumga. To'g'ri hujumga. Yerda Hikmatulloh Kabirov vaziyatni bartaraf etdi. O'rtaga o'tkazildi. Bobirovga nisbatan qoida buzilishi bor edi. Erkinjonov to'g'ri hujumga yetib borish kerak. Ro'zimurodov. Lekin shu futbolchimizni ham oxirgi daqiqalarda juda qat'iy ta'qib ostiga olishyapti. Ikki kishilashib olib qo'yishdi to'pni tojikistonliklar. Yana o'sha sust, na sherikka aniq emas, na boshqa holat.
e'tibor bering. Abubakir Mamatov hakamning e'tiborini o'ziga qaratmoqda. To'g'risi hozir mana bu jarayon qiziq bo'ldi. Hakam negadir avvalgi o'yinni davom ettirishga ko'rsatma berdi. Tojikistonliklar shuning uchun hayronlar. Ha, biz terma jamoamiz g'alabasini xohlaymiz, lekin shu bilan birgalikda xolislikni ham esdan chiqarmaylik. O'yinni davom ettirishga ruxsat berdi-yu, hujum rivojlanayotgan paytda o'yinni to'xtatdi. Qoida buzish qaytadigan bo'lsa, avvalroq qayta etish kerak, vaqtni cho'zmasdan. Akbar Aliyev. Ofsaydda ekan Ro'zmurodov. To'qsoninchi daqiqa boshlandi. Hakamning ikkinchi taymga qo'shib beriladigan bir necha daqiqalari bilan birgalikda boring, yana bir 5 daqiqacha vaqtimiz bor. 5 daqiqacha. Bosim. Endi qaytish kerak. Endi qaytish zarur. Qanotda bo'shliq bor. Yetib bora oladi bu futbolchi. Yopishimiz zarur. Kim chiqadi unga qarshi, kim boradi? Hali kuchga to'la-ku mana bu zaxiradan maydonga tushgan futbolchilar. Zarbaga bermaylik. Zarbaga qo'yib berdik, ammo noaniq zarba qancha qo'shilyapti, qancha 4 daqiqa. Boyga taxminimiz Additional time 4 daqiqa bilan bu yog'iga yana 4 daqiqa. O'yinning ikkinchi bo'limiga 4 daqiqa qo'shib berildi. 4 daqiqa qolyapti. U ham kamroq aslida. Xo'sh, ketdik yigitlar. Aniqroq. Yo'q, long bollar ishlamayapti oxirgi daqiqalarda. Bunaqa deydigan bo'lsak, kombinatsiyalarda ham yo kuchmi yetmay qolyapti, aniqlik past darajada yana raqibga berib qo'yapmiz. Bu yerda hech kim yo'q edi aslida. Fayzbek Ochilov nimaga bu tomonga uzatib to'pni? Qarang, o'rtaga tashlanmoqda-da. Oldirib qo'yapmiz. Abdulaziz Bobirov o'yinga kirishib keta olmayapti bu futbolchi. Atayin burchakka olib kelinadi. Bu yerda vaqtdan yutishga harakat. O'xshab qolsa burchak zarbasi. Lekin o'xshamadi hozir Tojikistonda reja. Berdiyev chapga yetkazdi. Chap qanot orqali chiqishga harakat qilamiz. Qoyil qolish kerak tojikistonliklarga. Ular yugurishyapti oxirgi lahzalarda ham. Hujumdagilar bo'ldi. Hujumda qolib ketdik. U yog'i himoyachilarning ishi deb qolib ketishmayapti. Bir yarim daqiqamiz bor hali. Soniyalarni sanayapmiz. Mana bu o'yinchi birpas yotadi bu yerda. Biroq teskari holat bo'lganda biznikilar ham yotgan bo'lardi nazarimda. Shohruh Latipov. Anvarzod darvozabon to'pni egallayapti. Bo'ldi bu yog'iga endi Tavakkal.
Xo'sh. Kurashamiz. Ichkariga Empire. Saqlab qolyapmiz, hujumda ketdik. 12 raqam egasi Muhammadjon Karimatullazoda sariq oldi. Bor umidimiz endi mana shu standart vaziyatdan. Darvozabonimiz ham yetib keldi, Azizbek Berdiyev yog'iga tavakkal endi. Xo'sh, Ivan Provedelni eslaymiz. Yana kim? Real Benfica'ni eslaymizmi? Zarba muvaffaqiyatsiz. Qaytarishimiz kerak endi. Tugadi qadrli do'stlar. Tojikistonliklar muvaffaqiyatga erishdi. Tojikiston g'alaba qozondi. Kafa U17 musobaqasida aynan mana shu g'alaba evaziga Tojikiston Kafa U17 turniri g'olibiga aylandi. 0-0 hisobini saqlab qolishda amallab, oxirigacha muxlislar ham kurashdi va maqsadlariga yetishdi. Ketma-ket ikkinchi bor Tojikiston Kafa U17 musobaqasida g'olib bo'lmoqda. Biz mag'lubiyatga uchramadik, lekin shu bilan birgalikda g'alaba qozona olmadik. Shu nuqtada reportajga yakun yasaymiz qadrli do'stlar. Salomat